Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Yo'ldosh Jiyovuddin, shu Namangan viloyatidan keldim, Ko'sansoy tumanidan. Biz Manodamon shifo klinikasida Jo'rabek aka yoshi ulug' insonlarni bemor holatda ko'rishga o'rganib qolganmizda, sizni nima bezovta qiladi? Men shu grijam bor edi, emerta qilib shu belimdan chapga qarab tortib o'rayotdi. Shu yerga ishtib keldim bu kishini. Qanchadan beri bezovta qiladi? 2 oy, 3 oydan beri bezovta qilyapti-da. Shu boshqa joylarga borib yotdim, bo'lmadi, keyin mana shu yerga ishtib keldim. 5 kun bo'ldi kelganimga. 5 kun bo'ldi. Kelganingizda holatingiz qanaqa edi? Holatim shu yurayotganda, o'tirganda qiyin edi, hozir yaxshi. Bemorimiz 93-yil, bular hali ancha yosh, grija bo'lishiga juda erta. Kelganlarida juda kuchli og'riq, chap yonbosh bo'ksa sohasida ayniqsa harakatlar chegaralangan, tunda ham hattoki uyqusiz holatni keltirib chiqaradigan og'riqlar, doimiy og'riqlar birdaniga kuchaygan. Qancha vaqt bo'ldi og'riq kuchayganiga? 1 oycha. 1 oycha bo'ldi. Lekin bu yerda MRT tahlilidagi, demak, bitta disk grijasi va yana 3 ta disk protruziyasi bu o'rtacha 4-6 yildan buyon sekin vujudga kelayotgan holat. Hozir bu og'riqlarning sababi mana shu aynan grijani o'zidan emas faqat. Bu yerda mana shu chap tomon endi o'tirg'ich quymish nerv deymiz, sedalish nerv deydi. Mana shu chiqadigan joyda noksimon mushak bor. Sindrom Grushavitni mishsa deymiz. Mana shu noksimon mushakdagi kuchli yallig'lanish hamda o'tirg'ich nervini kompression ishemik sindromi tufayli mana shu og'riq belgilari juda ham kuchli namoyon bo'lgan va bemorni qiynab qo'ygan. Haqiqatan juda kuchli og'riq edi. Mana bugun muolajalarni 5-kuni kelgan kunlaridan ancha tik bo'libsiz. Yaxshi, hozir o'tib uyqular ham yaxshilandimi? Yaxshi. Oyoqda sal kuchsizlik ham bor edi. Quvvati yaxshimi hozir? Hozircha yaxshi. Oyoqda uvushlar yo'q. Holatlari juda ham qoniqarli, yaxshi. 5 kunda yaxshi natija. Siz bizga kelguncha ham bir necha bor davolandingiz, to'g'rimi? Bir oy. O'zimizda Toshkentga ham kelib davolanib ketdim. Toshkentga ham kelib davolanib ketdim. Sho'jadigonga bordim, Uradigonga bordim. Hammasini qilib ko'rdik, oxiri mashina. Demak, turli metodlar bilan muolajalar qilingan, u natijasi bo'lmagan. Mana bizga keldilar, biz harakat qilib davolayapmiz, xudo xohlasa. Hozir qayerinizda og'riq bor? Birinchi kelganimda shu oyoqda edi, belimda og'riq bor, mana shu. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizda? Ancha yaxshi qo'yib yubordi. Endi jarayon biroz og'riqli bo'ldi, baribir, lekin bu foydali ta'sir qiladi. Yurishim yaxshi. Yurganda og'riq bormi belda? Yo'q, og'riq yo'q. O'tirib turib, egilib ko'rsatingchi? Belda og'riq bormi? Yo'q, egilib ko'rsatingchi, egilib, boyagiday egilib. Oxirigacha.